Rasul akram sallallohu alayhi va sallam 10 asr muqaddam hadisi muboraklarda sanab ketdilar. Baytullohga keladigan insonlar 3 toifa bo'ladi dedilar. Birinchi toifa Alloh subhanahu va taoloning roziligini istab keladi. Alloh subhanahu va taologa tavba qilish uchun keladi. Qiyomatda ahvoli yengil bo'lish uchun keladi. Muhtojligidan, ehtiyoji borligidan, bandaligini his qilgandan keladi. Javomotni savobidan umid qilgan holda keladi. Ikkinchi inson esa riyo uchun, manmanlik uchun keladi dedilar. Go'yoki o'zini taqvodor sanashlik uchun. Falonchi ibodatgo'y, falonchi doim jamoati deydigan narsani istab keladi. Uchinchi toifa esa boshqalarning ishonchiga kirishlik uchun keladi. Dunyo ishlarini bitirishlik uchun, boshqalarning ishonchiga kirishlik uchun keladi dedilar. Alloh panoh bersin. Ikkinchisi, uchinchi bu qolishlikdan Alloh panoh bersin. Allohning rizoligi uchun kelaylik.